Assalomu alaykum va rahmatullohi, yaxshimisizlar? Meni atim Abduahad Umarov. Men biostore.uz saytining asoschisiman. Bu saytga qanaqa asos solingan? Qisqacha qilib aytganda, men Turkiyada yashayotganimizda biz o'sha hozirgi meditsinaga alternativ meditsina ham borligini ko'rgandik. Misol uchun aptekalarda ham vitaminlar juda ko'p bo'lardi variantlari. Keyin ba'zi organik do'konlar bor edi, o'shalarga qiziqqanmiz, ko'rganmiz. Keyin shu narsalarni endi O'zbekistonda ham qilish kerak degan tushunchalar bo'lgan. Endi u paytda halja keng tarqalmagan hozirgiga o'xshab. 5 yil oldin mana saytga asos solindi. Sekin-sekin shu mana qo'limizdan kelgancha o'zimizga ravo ko'rgan narsalarni xalqimizga ham ravo ko'rib bo'lishib kelyapmiz. Alhamdulillah. Keyin yana savol berishadi. O'zingizlar sotayotgan vitaminlarni o'zingizlar ham ichasizlarmi degan. Bunga javob bermoqchiman. Albatta ichamiz, alhamdulillah. Bo'lib ham juda ko'pini icharkanmiz, men ko'rdim. Ya'ni ko'pi deganimda hammasini bittada ichilmaydi. Ora berib ichiladi. Misol uchun hozir bugun ikkitasini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bittasi mana bitta vitamin ko'rsataman. Bittasi demak neem leaf deyiladi. Bu Nature's Way amerikanskiy vitamin. Buni nimaga ichiladi? Bu neem daraxtidan olingan, demak bargidan olingan. O'sha bargini maydalanib kapsula qilingan, asosan qon tozalashga ishlatiladi. Keyin kojniy заболевание bo'ladi yoki parazitniy заболевание, anti-inflammatory deydi inglizchasiga, yallig'lanishga qarshi juda ham yaxshi vosita hisoblanar ekan. Shuni ichaman, alhamdulillah. 100 ta vegetarianskiy kapsula, bu примерно 1 oylik kurs. Kuniga 2 ta kapsuladan 3 mahal ichilyapti, alhamdulillah. Mana ikkinchisi, buni ko'p odam biladi, Black Walnut. Black Walnut Hulse, ya'ni qora chorniy orexi usti, buni kapsula shakli. Now firmasi juda ham mashhur. Buni ham nimaga ichilyapti? Qon tozalashga asosan. Keyin o'sha bu ham parazitlarga qarshi, kojniy заболевание bu ham yaxshi hisoblanadi. Asosan antiparazitniy hisoblanadi bu. Demak, biz vitamin badlarni nimaga ichishimiz kerak degan savolga javob shuki, biz sog'lig'imizni demak поддерживающий narsalar berib borishimiz kerak, ya'ni saqlab ushlab turuvchi. Misol uchun mashinani ham har 5000 kilometr borib moyini almashtiriladi, to'g'rimi? Shunaqa bir ko'riklari bo'ladi-ku. U imminni borib buzilib qolgandan keyin borib tuzatilmaydi. Shuning uchun inson ham tanasi qanchadir vaqt ishlagandan keyin baribir ularga qanaqadir bir qo'shimcha oziqaviy moddalar yetishmovchilik bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa bir qon tozalanib turishi kerak bo'ladi hozirgi kunda ayniqsa. O'shalarni qo'ldan kelgancha mana shu vitamin badlar orqali hal qilinishi mumkin. Demak, qisqacha qilib aytganda, o'zimiz ishongan, o'zimiz tajribadan o'tkazgan, o'zimiz foyda ko'rgan mahsulotlarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Keyingi safar ham yana ba'zi vitamin badlarni o'zimiz yoki bolalarga beradigan badlarni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Birga bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Charchamang.